Donolik ortidan quvishni tark et. O'zingga nodon bo'lishga ruxsat ber. Bu o'zini o'zi kamsitish emas va o'zini kamtar qilib ko'rsatishga urinishga o'xshash harakat ham emas. Asli bu seni kuchli qiladigan anglash. Dunyo haqida qanchalik ko'p bilganimiz sari, aslida qanchalar kam bilishimiz yanada anglashiladi. Ichkarimizga chuqurroq qaraganimiz sari, xatolarimiz, qo'rquvlarimiz va soyalarimiz yanada yorqinroq ko'rinadi. Aynan shu tan olishda haqiqiy donolik tug'iladi. Soxta mukammallikdan faxrlanish emas, balki har kuni boshidan oppoq varaqdan boshlashga tayyorgarlik. O'zini dono deb atagan odam allaqachon yutqazib bo'lgan. U to'xtab bo'lgan. Uning nigohi kibr bilan xiralashgan. Quloqlari esa yangi haqiqatlarga yopilib bo'lgan. U nohaq bo'lishdan qo'rqadi va shu qo'rquvda o'zining zaif menini himoya qilgani holda devorlar qurishni boshlaydi. Ahmoq nodon bo'lishni tanla. Izlayotgan izlovchi yiqilib o'rnidan turuvchi bo'l. Ha, men adashdim deb rost ayta oladigan va qo'rquvlariga yuzla oladigan inson bo'l. Kuch barcha narsani bilishda emas, kuch yangi narsalarni qabul qilish uchun doim bo'sh qola olishda. O'zini himoya qilishda emas, tinglay olishda. Isbotlashda emas, tushunishga harakat qilishda va tushunishda. Donolik niqobini yirtib tashla va haqiqiy aslingda bo'l.